Endi qarang. Siz masjidda namoz o'qiyapsiz. Agar mana shu namozga muhabbat bo'lsa qalbingizda, namoz o'qishlik sizga rohat bag'ishlar edi. Agar qalbingizga namoz rohat bag'ishlasa, masjiddan shoshilib chiqib ketmas edingiz. Sizga sunnatni o'qimasdan chiqib ketishni o'rgatayotgan odam nimaga asoslanib shuni aytdi ekan? Qilayotgan ishingizga qalbingizda muhabbat, moyillik bo'lsa, u ishni qilishlik sizga rohat bag'ishlaydi. Endi agar shu ish rohat bag'ishlayotgan bo'lsa, u ishdan ajralishni xohlamaysiz. Shuning uchun masjidga kirganinglarda ukalar, payg'ambarimizning hadisini eslab qo'yinglar. Al-muslimu fil masjidi kassamaki fil ma. Musulmon odam masjidda suvdagi baliqdek yayraydi. Baliq suvdan chiqishni xohlaydimi? Wal munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafas. Munofiq odamchi masjidga kirganda qafasga tushib qolgan qushdek potiraydi. Qush qafasda qolishni xohlaydimi? Iza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar ham namoz o'qigan, masjidga kirib namoz o'qigan munofiqlar ham. Alloh taolo aytadi, munofiqlar namozga yalqonlik bilan turadi deydi. Yuraunan nas, odamlarga riyo qiladi. Vala yadkurunalloha illa qalila. Allohni faqat oz eslashadi. Siz shoshib chiqib ketayotgan paytingizda qafasdagi qushsiz, zikr qilmasdan chiqib ketayotganingizda Allohni ko'p zikr qilayotganlar qatorida emassiz. Yana nima kerak sizlarga? Tushuntira oladimmi maqsadni? Masjidga kirgandachi yaxshi odam birinchi kiradi, oxirgi chiqib ketadi.